Assalomu alaykum aziz obodjonim. Bugungi videoda Urganch shahri Dehqon bozorida yangi qurilgan binomizda ikkinchi qatorda hamma sharoitiga o'zi osti 3 xonali lekin 2 xona qilingan kvartiramiz ijara chiqdi. Oshxonamizdan boshlasak, bismillahir-rohmanir-rohim deb. Ko'cha qismini tushirmaymiz sababi gechpay shuncha foydasi yo'q. Berimizda kuxonamiz ham keng, холодильникlarimiz ham bor ekan, dok konteyner katyolariga uголокlarimiz bor ekan. Mulk egasi bilan mo'yinli ekranlarni yozib qoldiramiz. Taratif obunachilar. Yine birimiz zalımızdan zal ekan. Görüşler mümkün. 12 adam stollarımız var birimizde. Yine televizorlarımız yine Wi-Fi tizimine var ekan Wi-Fi tizimi obunachilarimiz. Endi obunachilarimiz ne kanalımızda görüşler mümkün. Onlar joyimiz full variant desek ham bo'ladi. Faqat oilali zaksiligidan stress oladi. Spaynimizdan spayni dumki, spaynimizdan bir 30 kvadrat deb bo'yna shkafa ega. Turmalarimiz bor, plysos. Xullas, novi jihoz bo'lsa, boshqa kvartira. Sanozillarimiz ekan. Hovli joydan ham bo'ldi sanozilga, hattoki ina sanozilimiz ko'rishingiz mumkin. Kir mashina 6 kerak, vanna bilanlik, raqamli unitazim. Mulk egasi bilan bog'lansa, bizning reklama nomeri 91 425 16 99 07 46 46. Sog' bo'linglar.